Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushbir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Egallashimizcha 15 dekabr Qashqa Konisha noyisi Saybog' yezida qonliq voqea yuz bergan. Hozirgacha ma'lum bo'lgan uchurlarga asoslanganda Xitoy soqchilari voqeada 2 soqchi o'lganligini ilgari surib, İsmail oilasidagi 16 kishini naq maydonda etib o'ldirgan. Xitoy hukumat taraf oshkorlagan uchurlarga qaraganda 15 dekabr kech soat 11 atrofida Xitoy soqchilari Saybog' yezisining Gulchiman kenti 1-atritidagi İsmail oilasini tekshirganda qarshilikqa duch kelgan. Hujumchilar pichoq va bombalar bilan 2 nafar Xitoy soqchini o'ldirgan. Voqeadan keyin radiomizning egallashicha Xitoy soqchilarining mazkur uyni qarqo'yiq o'q tutganligi va bir oila kishilaridan jami 16 kishini etib o'tganligi ma'lum bo'ldi. Bu Qashqar viloyati tavasida bir oy ichida yuz bergan ikkinchi qitimliq qonliq voqea. 16 noyabr Maralbeshining Seriq bo'yisida 9 nafar Uyg'ur Xitoy soqchixonasiga hujum qilib, 3 Xitoy soqchini o'ldirgan va o'zlari hujum maydonida qurbon bo'lgan edi. 15 dekabr Qashqa Konisha noyisi Saybog' yezisida Xitoy soqchilari etib o'ldirgan 16 Uyg'urning ichida 6 ayolmi bor bo'lib, voqeadan keyin 21 nafar bola yetim qolgan. Yetim qolgan bolalarning eng kichigi Amdilla 55 kunlik bo'voq bo'lib, Xitoy doiralari 16 dekabrdagi bayonotida o'ldirilgan Uyg'urlarni terrorchilar degan. Halbuki voqeada o'lganlarning 20 degidek ayollar bo'lishi Xitoyning yuqorqi bayonlariga nisbatan gumon qo'zg'adi. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Rabia Qadiri xonim boshchiligidagi xodimlar Belgiya poytaxti Brüsselda yig'in o'tkazib, Uyg'ur diyorining hozirgi jiddiy vaziyati to'g'risida muhokama olib bordi. Rabia xonimning bildirishicha, ular yig'inda 2013-yillik xizmat dokladlarini xulosalab, tajribalarini yakunlagan va kelgusi planlar ustida bosh qotgan. Rabia Qadiri xonim mundaq dedi: Biz kelar yili butun dunyoning miqyosidagi xalqlar va siyosiyonlar bilan hamkorlashib Uyg'ur masalasini texnik kuchli ravishda anlatamiz va Amerika, Yevropa, Janvadagi munosabatli organlarda Uyg'urlarga aloqador qonun ma'qul etish uchun tirishamiz. U yana Xitoy hukumatining Uyg'urlar ustidan sodir qilgan jinoiy qilmishlarini sudga topshirganligini bildirdi. 2013 yılı kirgandan buyon Uyg'ur diyori miqyosida 10 qitimga yaqin qonliq voqea yuz berib, naq maydonda o'ldirilganlar 150 ga yetgan. Bularning ichida xalqaroga oshkorlangan cho'ng voqealar tuvandikicha. 7 mart Korla Saybog' to'qinishi. 23 aprel 1 qitimliq Maralbeshi Seriqbo'ya voqeasi. 26 iyun Pichan Lukchun voqeasi. 28 iyun Xotan Xanirx voqeasi. 28 iyun Üçturpan voqeasi. 20 avgust Qog'iliq Yilqichi voqeasi. 23 avgust Poskam Kuybog' yezisi voqeasi. 28 oktyabr Tiamin ravuqiga avtomobil bilan hujum qilish voqeasi. 16 noyabr 2 qitimliq Maralbeshi Seriqbo'ya voqeasi va 15 dekabrdagi Qashqa Saybog' voqealaridir. Bularning hammasi radiomiz orqali xalqaroga oshkorlangan voqealar bo'lib, voqealarning ba'zilarida 22, ba'zilarida 16 Uyg'ur naq maydonda qirg'in qilingan. Xotan tavakkul izliq soqchixonaning boshlig'i Xitoy soqchining doktor Abdulatif o'qchi qolganligini e'tirof qildi. Uyg'ur biz to'g'ridan oshkorlashicha bu voqea bu yil 2 sentabr kech soat 9 da yuz bergan. Shu kuni bir Xitoy soqchi tayyor o'qilni ko'tarib yeziliq doktorxonaga kelgan va doktor Abdulatifdan bu o'qilni o'ziga sep qo'yishini talab qilgan. Tayyor o'qilni silish sayya qoidasiga xilof bo'lg'achqa Abdulatif o'qil silishni rad qilgan, lekin soqchi uningga tahdid silib, koridorda Abdulatifga qartib o'q chiqargan. Voqeadan keyin Abdulatif noylik soqchiga arz qilgan bo'lsa-mu, biroq doiralar hech kimni jazolamagan, hatto ba'zi soqchilarni o'stirib boshqa joyga o'tkazib ketgan. Xotan tavakkul izliq soqchixona boshlig'i radiomiz ziyoratini qabul qilib, Xitoy soqchisi doktor Abdulatifga o'q chiqarib, xatolashdi dedi. Yaqinda Xitoy Jamoat xavfsizlik ministerligi 260 million yezliq ko'chman Xitoyga shahar nopus berilganligini bildirgan edi. Bu siyosat shaharlarga berib, ishlash orzusidagi Uyg'urlarga to'g'ri kelmagan. Yeri oz, jon soni ko'p bir dehqonning bildirishicha, u jon saqlash uchun shaharlarda ishlamoqchi bo'lgan. Ammo shaharda nopus berilmagachga uy ijara ola olmagan. U oxiri Uyg'ur yurtlariga yangi kelib, keng ko'lamda yer egallayotgan Xitoy ko'chmanlarga yollanma bo'lishga majbur bo'lgan. Nom sharifini oshkorlashni xohlamagan bu dehqon mundaq dedi:
Bizde yer az. Xitaylar teriydigan yer necha 100 mo'ga yetadi. Bizni shahardan haydaydi. Oxiri jon saqlash uchun Xitoylarga yalinib ishlaymiz. Bu vaqtda to'xtalgan Kanadadagi yozuvchi G'ulam Osman apandi bu xil holatning yangi yonchilik tuzumini vujudga chiqarib, Uyg'urlarni har jihatdan keyniga chekindirganligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.